xalqni ichidan chiqqan bitta ikkita savollar bor-da. O'sha savollarni sizga bermoqchiman. 9-0 rekord chempion Oktagon liga. Shov-shuvga ko'tarilib ketganingiz. Aka bilan qanday tanishgansiz? Bo'ldi dedi, sizga bitta mashina qilib beraman. Tanlang dedi. Badaraka bo'lmagan mashinaga. Hozir ham mashinani krediti bor 140 million. Uka dedi, "Если dedi shu 21da urushmasangiz dedi, siz bilan kelishuvimiz atmen bo'ladi" dedi. Menga oxirgi marta aytishdi, "Davay, uka, shu temani yopaylik." Men aytdim, "Aka, men yopib bo'lganman o'sha temani." Bo'ldi dedi. Yarim soat o'tmay menga pasportlarimni so'rashdi. Boshqa ilojim ham yo'q edi. Rezultat Surxondaryo viloyatida doimo birinchi nomerda yurganman. Viloyatga borsa yutqazib qo'yganman, juda ko'p yutqazganman. Bu yerga kelganingizda qiyinchiliklar bo'lganmi? Rossiyada dokumentdan, puldan, yashashdan, ishdan 150 ming rubllarga bitta odam meni kiydirib ketib qoldi. uxlatdi. Tayson yoki Saturn ular boyitsa emasdi. Jang ber desa, siz tushasizmi jangga? Bir raund yo 1-2 minut o'zimda men nastoящий боец deb hisoblayman. Ular o'zini ishini qiladi, kimdir baqirib, jang so'raydi, farqi yo'q. Anvar Abdullayev bir oyga qancha daromadi bor? O'shandan beri men zalda yashab kelaman. 2020-yil oxirida. To'y qachon Anvar? Ko'pchilik savol beradi, aka to'y qachon deb. Do'stlar, biz hozir Sankt-Peterburg shahriga kelganmiz. Buning sababi Ars Dental klinikasining yangi filiali ochildi. nima xizmatlar bor aka? Assalomu alaykum. Bu filialimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Metro Azirki, улица Скерса, 7 korpus 2. Не только терапия, не только многопрофильная, bu yerda stomatologiya ham bor. O'shaning uchun terapiya bo'yicha, kardiologiya bo'yicha, dermatologiya bo'yicha, детский педиатр, неврология, урология, гинекология, дневной стационар, hijama, fizioterapiya, zuluk hammasi bor. Sunnat ham qilasizlarmi? Sunnat ham bor. O'zim shu yerdaman. Aha. O'zim shu yerdaman. Shu kabinetda stomatolog priomni qabul qilaman. Agarda siz Sho'xrob akani o'zlaridan maslahat olmoqchi bo'lsangiz, qandaydir sekretni gaplaring bo'lsa, bemalol mana shu adresga kelaverasizlar. Har kun soat nechidan aka? Ertalab 10 dan kechki 8 gacha shu yerdaman. Shu. Rejim rabota bor, telefon raqam bor, qo'ng'iroq qilinglar, maslahat olinglar. Kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Sankt-Peterburg shahridagi eng katta klinikalardan bittasi. Sho'xrob Sheraliyevich. Rahmat. Tabriklaymiz aka. Gazini bosing, morro bo'lsin. Da. Rahmat. Kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Gaziga bosamiz. Shunaqa. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sho'xrob Sheraliyevich va Doktor Sho'xrob kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi ozgincha noan'anaviy videomiz, ya'ni podkast olyapmiz. Hozir hammaga shov-shuv bo'lgan O'zbekistonda Anvar Abdullayev bugun mehmonimiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling aka. Anvar, mana siz hozir Sankt-Peterburgda bu videoni olyapmiz. Siz o'zi mana bu xalqni ichidan chiqqan bitta ikkita savollar bor-da. O'sha savollarni sizga bermoqchiman. Bemalol. Siz kimsiz? Qayerdansiz? Nechinchi yil tug'ilgansiz? O'zingiz haqingizda bitta ma'lumot bering. O'zim haqida ma'lumot bersam, men ismim Anvar, familiyam Abdullayev, professional MMA jangchisi, boец, 9-0 rekord chempion Oktagon liga. 1999-yil o'zi viloyatdanman, Surxondaryo viloyati, Sherobod tumani, Oqtepa mahallasida tug'ilganman. Yoshlik endi asosan o'sha Surxondaryoda o'tganmi? Qishloqda yoki Da, yoshligim Surxondaryo, shu Sherobodda o'tgan, Boysun tog'ida o'tgan. Nima deydi, bizlarda chunki ikkita ota-ona tog'da, men o'zim Sheroboddan, u yoqda og'aynilar hammasi. Yoshligim u yoqda. qanday yoshlik qanday o'tgan? Yoshlikda men to'g'risi uncha oliy ma'lumotli emasman, o'qishim nol, yoshlikda ko'pincha bizniki nol emas, 2 yigitni boqasiz. Ha, shuda, qishloq sharoitida o'tgan, короче, mol boqqanmiz, u bu qilingan. Короче, как o'zimizni joyda tilda cho'pon desak bo'ladi. Yo, Xudoga shukr, yaxshi yoshligimiz bo'ladi. Nima uchun Rossiyaga, nima uchun именно Sankt-Peterburgga kelgansiz? Men oldin yoshligimdan sportchi bo'lganman. Endi bizlar oilamizda men sportchi bo'lganman. Keyin men u yoqda bazaviy vo'lniy barba, erkin kurash sporti bilan shug'ullanardim. 6 yil shug'ullandim. Rezultat Surxondaryo viloyatida doimo birinchi nomerda yurganman. Viloyatga borsa yutqazib qo'yganman, juda ko'p yutqazganman. Sabab chunki bizda zibor, o'shanday narsa bizda Surxondaryo viloyatida o'sha paytlar erkin kurash sporti rivojlanmagan edi. Keyin işte bu men yaxshi menga zibor kerak edi, turnirlarga borishim kerak edi. Har bitta boyga borishimga men otam shofyor bo'lib ishlagan, hozir ham shofyor bo'lib ishlaydi. Har bitta turnirga borishimga pul kerak bo'lardi. Endi borardim, rezultat bo'lmasdi, ziborlar qilinmagan chunki bu yerda sharoit yaxshi emasdi. Keyin men o'zim aytdim, işte boraman musofir yurtiga borib o'zim ishlab, o'zim sportga, o'zim sponsor bo'laman deb kelganman Sankt-Peterburgga.
Birinchi yil qachon kelgansiz? Birinchi marta bu shaharga? Kim Sankt kutib olgan o'sha payti sizni? Nima ishlar bilan shug'ullangansiz bu yerda? Peterburgga mani katta akam, G'ayrat akam shu ishlagan vaqtida juda oldin kelgan, o'sha yerda ishlardi. O'sha paytlar 2018-yil kelganman men. Akam kutib olgan Sankt Peterburgga, men mashinada kelganman. Esimdan chiqmaydi. O'shanda Largus mashinasida kelganmiz. 5 sutkada kelganmiz. Surxondaryodan Primoy Surxondaryodan Petergacha 5 sutkada. Nimaga mashinada? U payt meni nima deydi, men kollejda o'qirdim, chunki ketmasam bo'lmasdi. Keyin Demak, получается, kollejni ham bitirmasdan kelgansizda. bitirmasam ham 3 oymi 4 oy bordi kollej tugashiga. Men kelib keyin. Kelib stroykalarga ishlab, o'zim sponsorlik qilib, zallarga chiqib, mana hozirgi kunga Xudoga shukr, rezultati juda yaxshi. Oxiri kollejni bitirdingizmi yo bitirmadingizmi? Bitirgan bo'lsam kerak, bilmayman to'g'risi. Demak, Anvar Abdullayev hali kollejni bitirmagan. Shunday. Sport turlari ko'p. Nima uchun MMA'ni siz tanlagansiz iminni? Endi bu MMA sportini tanlashim, men sizga aytsam, men o'zi aytdim-ku, hozir aytib o'tdim, men volnik bo'lganman. Rossiyaga keldim. Men qaradim, o'sha nima narsaga interes ko'p. Men o'zi Rossiyaga kelib, o'sha volniy barbani rivojlantirib, o'zimga ustimga ishlab, qaytib borib o'zimizga kurashmoqchi edim. Erkin kurash sporti bilan. Bu yerga kelsam, shu MMA sportiga qiziqish juda ham katta. Hamma joyga nima deydi, ruxsatnomalar bemalol borib, любой joyga urishsa bo'ladi. Hozir o'zimizga ham juda yaxshi rivojlanib ketdi u MMA sporti. Endi o'sha paytlar keldim, shu yerda qiziqish katta ekan. Keldim ishlab stroykalarga. Keyin birinchi bir qirg'izistonlik bir trener bordi. O'sha yerda 1 yil shug'ullanganman. Bu nechinchi yilda gaplar? 2018-2019-yil gap. Keyin rezultat bo'ldi. Bitta boy o'tkazdim-da. Keyin o'sha qarayapman, chunki men sparinglarda, именно masalan sparing liba oddiy trenirovkada menda barba jihati yaxshi edi. Hammasini ular udarkada yaxshi bo'lishi mumkin, stoykada, lekin men barba jihatdan ularda juda tez yiqitib olaverdim. Yoshlikdan chunki bazam shuda, men volniy barba, erkin kurash. Shuning uchun keyin shu sportga kirib ketdim-da. Bu yerga kelganingizda qiyinchiliklar bo'lganmi? Rossiyada dokumentdan, puldan, yashashdan, ishdan. U menimcha hamma odamda bo'lgan, bo'lib keladi ham. Chunki bu yerga birinchi ochrat kelishda dokument deysiz va nima deydi, dokumentlar hozir qiyinlashib ketgan. Keyin borib yerda kvartira to'layman deysiz, patent to'layman deysiz, milisa ushlasa, unga pul bermasa chiqish qiyin bilasiz. Shuning uchun qiyinchilik bo'lgan. Oddiy o'zim stroykada, короче, hamma ish qilib ketaverardim. Stroykalarda ishlab. Чтобы лишь бы pul ishlab, bu vitamin deydi, keyin sport pitaniya deydi, sport kiyim, sport forma. Короче, o'zingiz ko'targansiz-da. O'zim yana uyga pul jo'natardim. Ota-onamga $100-200 jo'natardim, chunki ishlab o'zimga kerakli bo'lgan pulni olardim. Kiyim kecha kerak bo'lsa, perchatka olish kerak bo'lsa o'zimga olardim. Keyin uyimga ham обязательно, chunki ota-onam bor edi, ota-onamga jo'natib turardim. Bu o'sha paytda siz 18-19 yosh bo'lgansiz. 18-19. Malades. 18-19 yoshida o'zi uchun o'zi ishlayapti, yana oilasini boqyapti. Ya'ni sport, o'shaning uchun kelgan shu shaharga. Stroyka paytida biron kim kidal qilib ketganmi, sizni tanlab ketganmi bu yerda? Конечно, stroyka paytida juda ko'p meni kidallar qilishgan. Именно uzoq ketib qolmayman, oxirgi mana podgotovkamda men shu Sankt Peterburgda, короче, oxirgi mana titulni bo'yiga tayyorlanyapman, защита qilishim kerak edi. O'sha yerda mana oldinlar vaqti ko'p kidat qilgan. Endi mana shu oxirgisi mana uncha ko'p bo'lmagani kidat qilgan. O'sha короче buyog'i Vesagonga ketyapti, buyog'i ishlayapman buyog'i. Buyog'i pul qilishim kerak. Dekabr oyida boyim bo'lish kerak edi, 29-dekabr. Endi men aytayapman, yangi yil bo'ladi, yaxshiroq tayyorlanishim kerak. Uning uchun mablag' ham kerak. U payt yordam beradiganlar juda почти yo'q edi, o'zimga o'zim. Nima deydi? Krisha yopdi, короче, bir 300 ming rubl bo'lsa, 150 ming rubllarga bitta odam meni kiydirib ketib qoldi. Uxlatdi. Odam topib bo'lmay qoldi. Endi buyog'i uyga ketishim kerak, boyga ketishim kerak. Endi uni qidirib yursam, vaqtim ketib qoladi. Keyin nima deydi? Xudoga soldim dedim-da ketdim keyin. Boshqa ilojim ham yo'q edi. Endi ozgina yana orqaga qaytsak, ya'ni yoshlikka. Oilada nechkisizlar? Sizni отношениyangiz ota-onangiz bilan qandaysiz? Hozir qanday? Biz oilada 8 kishimiz. 8 farzand. 8 farzand. Dadam, ayam, hammamiz zo'r. Men juda ham ularni yaxshi ko'raman. Ular meni ham juda yaxshi ko'radi. Dadam qattiq qo'l, dadam o'zi uloq chopganlar. Hozirgacha uyimizda постоянно ot turadi.
Endi hozir shu bitta to'yda oyoqlarini, tizzalarini svязкасы yirtilib ketgan, ot urib. Lekin ot постоянно ikkita ot uyda turadi, chunki bu oti bor uyda barakasi bo'ladi deydi. Shuning uchun bizning uyimizda ot turadi-da. Siz hozir uylanmagansiz? Yo'q. Birinchi muhabbatni esla olasizmi? Yo'q, eslolmayman. Eslolmaysizmi? Qochiryapti. Anvar Abdullayev shu yerda qochiryapti. Savolni baribir beraman, chunki kommentariyada yozilgandi. Birinchi muhabbatingiz kim bo'lgan deb. Birinchi muhabbatim to'g'risi maktab paytida bo'lardi. Bir hamsiyamiz bo'lardi. O'shani yaxshi ko'rib yurardim. Hozir u qiz erga teggan, bola chaqali bo'lib ketgan. Masalan, siz kelgan yillari, endi o'sha paytlari siz 18-19 yoshga bo'lgansiz. Masalan, hozir ko'p yigitlar mana chetga kelishadi, Rossiyaga, Sankt-Peterburgga, Moskvaga kelishadi. Ular endi yigitchilik deydi, kayf qilishadi. Kimdir ichadi, kimdir naleva, направо, narkotik. Hozir hamma narsa mana shunaqalar juda ham rivojlanib ketgan. Siz aytadigan narsalardan men juda ham faxrlanyapman. Siz kelgansiz, sport, pul, uyga ham yuborgansiz. Siz qanday kayf qilgansiz o'sha paytda? Hozir qanday kayf qilasiz? Men kayf qilaman, trenirovkadan kayf qilaman aka. Sportdan kayf qilaman, chunki men shu paytgacha alkogol ili qanaqadir nima deydi, o'sha sigaretmi, unaqa narsalardan вообще yiroqda. Uzoqda, даже ularda o'sha iste'mol qilganlar bilan ham men ularga nima deydi, protivman, точно. Men уже 2019-yildan beri zalda yashab kelaman. Men shu o'sha borganingizda ko'rdingiz, o'sha sharoitda ertalab men turaman, probежка qilaman, obedda trenirovka, kechqurun trenirovka. Mana shu meni kayfim. Bir kunga уже 3 mahal trenirovka men uchun kayf. O'zi aslida mana shu podkastni ham shu yerda bo'lishi, shu sizni qayerda yashashligingizni ko'rganim uchun mana shu podkast bo'lyapti asosiy. O'zingiz ko'rdingiz-a? Haqiqatan ham sport zalda motivator o'sha zalga bordik, taklif qildi. O'sha joyda turar ekan, o'sha joyda yashar ekan, o'sha joyda trenirovka qilar ekan. O'shandan keyin mana shu podkast kelib chiqdi. O'zi aka, oldi bizlarning zalimiz sal boshqaroqda, bitta ko'cha narida edi. U motivator zali. O'sha yerda men yashardim, o'sha yerda zalda yashab trenirovka qilardim. O'sha yerda ham zalda yashardim. Bizlarni keyin o'z zalimizni olib qo'yishdi. Keyin bizlar juda katta, undan ham zo'r zal oldik. Undan ham zo'r katta 2 etajli hozir zal, motivator zali juda ham menimcha Peterda unaqa katta zal bo'lmasa kerak. O'sha mana Sankt-Peterburgda yurgan ko'p do'stlar bor, tanishlar bor, ko'pchilik yozishyapti. Zalga kelsa bo'ladimi? Birga siz bilan shug'ullansa bo'ladimi? Конечно, kelsa bo'ladi. Birga shug'ullansa bo'ladi. Bemalol. Emasa o'shalarni ham opisaniyada qo'yib ketamiz, adreslarini, telefon raqamlarini. Zalga bemalol kim xohlasa, любое время. Menga ko'pchilik yozadi, endi uzr, chunki zaproska tushib qoladi menda Instagramga. Mana shu yerda qo'yib ketamiz. Bemalol Sankt-Peterburgda, metro Stariy Derevyanskida, улица Optikov, korpus 4. O'sha yerda kelaversalaring, xohlagan payt men 24 soat o'sha zalda bo'laman. 25 soat desalaringiz ham o'sha yerda bo'lamiz. Mana hozir zalingizni borib ko'rdim. Yashaydigan joyingizni, trenirovka qiladigan joyingizni. O'sha motivator. Kim o'zi u? Kimning nomiga ochilgan? Sizga birdaniga u tanish bilish bo'lib qolmagandir-ku. Sizga shuncha возможность qilib bergan. Nima bilan shug'ullanadi? Отношениялari qanday? Motivator zaliga men 2019-yil kelganman. Shu 2018-yil o'sha Peterda bo'lganman. 2019-yil men 1 yil aytdim sizga, men boshqa zalda qilganman, 1-0 bo'lib kelganman motivatorga. O'sha payt trenerim Marat Balayev o'sha trenirovka qildirardi. Men, o'zim o'sha Primorskiy rayonida yashardim, Sankt-Peterburgda. Dubinkaga qatnab 1 yil trenirovka qilganman-da. Yo'l uzoq, 1 soat 20 minut yo'lga ketardi. Men ishlab kelaman 10 soat, kechqurun 7 da ishim tugaydi, ishdan chiqib to'g'ri men zalga ketaman. Zaldan chiqaman, bu yoqqa metroga пересадка bo'ladi. Пересадkalarda uspet qilolmay qolib, ko'chalarda qolib ketganman. U paytlar internetga tushmaganman. U paytlar mana Yandex taksi chaqirish, zakaz qilishlarni bilmaganman-da. Ko'chalarda qolib, tem bo'lib, bu ruschani bilmayman. Qaytib tushuntirib kelganman. Keyin bir kun bizni o'sha zalimizdan aytib qolishdi, turnir bor. Men oldin ko'p har dam olish kunlari men har doim borib boyovoy sambodan выступать qilardim, чтобы professionallikka kirish uchun ko'proq boyovoy samboda любительскийda urushardim. Bir kun bitta любительскийda turnir bor deyishdi. O'sha yoqqa yig'ilamiz motivator Stariy Derevyanskiy metroda. Keyin men o'sha Stariy Derevyanskiy metro men yashaydigan joyda. Keyin bo'pti deb men kelibman, yana zalga kelib, yana qaytib borsam, uyimdan gidida 1 kilometr uzoqlikda shunday katta zal bor ekanda. Bilmagansiz. Bilmaganman. Men 1 yil uzoq zalga borib kelaverganman. Keyin keldim, o'sha yerda 2 ta vestdan men chempion bo'ldim, yana boyovoy samboda. Keyin Semirnov degan o'sha organizator bor edi. O'sha Semirnov menga keyin master sport berishdi. 2019-yil bu. Yo'q, endi bu ko'rishga bergani 2019-yil. Keyin motivator kelgan paytim ham 2019-yilda boshlar edim. Keyin keldim, ko'rdim zalda, men aytdim, uyimda oldida ekan-ku shu zal.
shunga kelsam bo'lar ekan dedim. Что men vaqtdan yutaman, chunki men stroyka ishim ham o'sha rayonda, yashashim ham o'sha rayonda. Men prosta uzoqqa kelib trenirovka qilib ketaverganman-da. Keyin keldim, u trener ham qirg'izistonlik edi. Men vaziyatimni tushuntirdim. Men dedim shunday ishlayman 10 soat. Ishim o'zgarmaydi, chunki ishlamasam men kvartira to'layman, patent to'layman. O'shalarga pul mablag' kerak bo'ladi. Keyin zalga abonement to'layman. Men aytdim shunday, men eslushda ruxsat bersangiz, men boshqa zalga o'tayman, uyimni oldidagi. U aytdi, "Yo'q, bez problema, Anvar, men sen sharoitingni ko'rib turibman. Bemalol o'taver. Eslushda sen bilan biz aka-ukamiz, sen ishlab trenirovka qilib yuribsan, ko'ryapman" dedi. Keyin Maratga kelganman. O'sha paytlar endi motivator zalida Marat Balayevning o'zi, trenerimning o'zi o'sha titulni boyiga tayyorlanyapti. Keldim, короче, motivator zalida trenirovka qilib boshladim. Birinchi meni trenerim ko'rib anaqa qildi. Nima deydi? Barba. Trenerimning o'zi ham volnikda. Erkin kurash bilan shug'ullangan, O'zbekistonda ham trenirovka qilgan, SSR paytida. O'zbekiston Toshkentda trenirovka qilgan. Men kelib aytdim, shunday, ba'zan volniy barba dedim. Ha, trenirovka qilaver, rezultatingni ko'ramiz-da, o'shanga qarab ishlaymiz sen bilan dedi. Keldim, trenirovka 1 yilcha trenirovka qilib yurdim. 2019-yil oxiriga. Men o'sha trenerim keyin ko'ryapti. Men o'sha zalda men rekordni 2-3-0 или 4-0larda men bemalol yutyapman-da. Mana barbaga ular udarkada kuchli bo'lishi mumkin. Men barbada hammasiga hech qaysiga shans bermayapman-da. Menga keyin aytishdi, "Sen dedi, xohlamaysanmi vыступать qilishni?" Men aytdim, "Xohlayman." "Davay" dedi, "Bo'lmasa senga bitta boy organizator qilamiz" dedi. O'sha paytlar Moskvadan boy organizator qiluvdi. Bordik Moskvaga. Men saperligim Dagestanlik bola edi. Trenerim mendan o'ylamovdi uncha boy ko'rishini. Kutmagan. Keyin biz zalimizda ikkita bola borganmiz. Bitta chechenlik bola, o'zimiz yaqinimiz Abu Bakr deydi. Keyin men nima deydi, o'sha biz bilan borgan bolani bittasi yutqazib qo'ydi. Keyin Marat salgina siqilib qoldi. Keyin men chiqdim. Ikkinchi raundda dasrochni yutdim-da uni, o'sha texnический nokaut bilan. Keyin ko'rdi, o'sha rezultat bor. Bir kun aytdi, "Davay" dedi, "Sen dedi, mana kvartira to'lab yurma. Senga zaldan joy qilib beraman" dedi. Keyin trenerim zaldan bitta joy, bitta xonacha, xolodilnik, hamma sharoit bor. Если раз sen shu yo'lni tanlabsan, dalishga bosamiz. Shu proyekt qilib, maqsad qo'yib, oxirigacha shu planim UFCgacha boramiz. Inshaalloh. Men hozir 2020-yil bo'lsa, pashta men 2020 ni oxirlarida endi. O'shandan beri men zalda yashab kelaman. 2020-yil oxiridan beri. Marat bilan qanday o'zi отношениялар? Marat to'g'risi meni nima deydi, bir oilam a'zosi deb qo'ygan, bir yaqinimiz. Shu uydagilar mana o'zimda dadam qanaqa menga buyruq berib, ilga qanaqadir ishni qil desa qilsam, Marat ham xuddi shunday. Trener, chunki men uchun bu nima deydi, Marat juda ham perjivat qiladi, xavotirlanadi, qanaqadir menga kamchiliklar kerak bo'lsa, men trenerimga bemalol menga o'zlari yordam qilib, zalga ko'p momentlar bo'ldi-ku, payt men ishsiz qolib ketdim, pulsiz qolib ketdim. O'sha momentlarga produkta qilib kelib, zalda qanaqadir kamchilik bo'lsa, har doim sog'lig'imda qanaqadir kamchilik bo'lsa, sraz doktorlarga olib borib, bu qilib, juda yaqinmiz-da trener bilan. Men tem bo'lib boylarda bilasiz, trener yomon perjivat qiladi, baqirib menga. Shuning uchun men zalda ham juda qattiq qo'l. Zalda bizlar nima deydi, mana shu qanaqadir noto'g'ri qilsak, juda ham qattiq qo'l. Joskimi? Вообще joski. Bizlar to'g'risi qo'rqamiz. Как trener bizlarga juda qattiq qo'l. Sog'liq deyapsiz, inshaalloh. Pitcherda bo'lsangiz, Arsenal klinikasi Обязательно xizmatda. kelaveramiz endi. Mana hozir sport haqida suhbatlashyapmiz. Mana ligalar juda ham ko'p hozir. Nima uchun Octagon? Qanday topdingiz? Nima uchun uni tanladingiz? Octagon ligani qarang. Men shu aytdim, hozir boya gapirib kelayotgandim. Men shu Moskvada Dagestanlik bola bilan urishdim dedim. Uni urganimdan keyin sirazi men o'shani davom ettirib ketdim. Menga Peterdan boy berishdi. Peterdagi boyga saperligim o'sha Mesni bola edi. Men uni 2 minutga yutganimdan keyin 3-0 bo'ldi meni karyeram. Keyin men Octagon menejeriga yozganman. O'zingiz? Ha, короче, men plan o'sha paytlar Octagon ligenda qilyapti. O'zimizda hamma o'zbeklar O'rta Osiyoda yaxshi ketyapti. Keyin men aytdim, o'zimga plan qo'ydim, deb Octagon ligiga kirib, kamarni olish planini qo'ydim. Keyin yozdim. Men rekordim ham o'sha paytlar 3-0. 3-0lar yaxshi rekordga hisoblangan. Keyin o'zbekistonlik o'sha menejer bo'lgan Parviz akamiz bor. O'sha Parviz akamizga yozdim. Aka, shunday musofir yurtida yuraman, rekordim 3-0, ham ishlab, ham trenirovka qilaman. Agar iloji bo'lsa bir yordam qilsalaringiz, menga bitta Octagon ligadan boy organizator qilib bersangiz, uyaltirib qo'ymayman
chiqmayman deb yozganman. Oktagon liga jang berib chiqmadingizmi? Ya. Aka ular menga emas nima deydi. Bunaqa jang berib chiqmayman. Men chista o'zim yozganman. Keyin bo'ldi deyishdi, senga boy beramiz. Kelasan, urushib ko'rasan, agar esi YouTube yaxshi boy ko'rsatsang, dalshi ishlaymiz degan. Parviz aka bilan yozishganman. Parviz aka O'zbekistonda menejer bo'lib ishlaydi shu Oktagon liga bilan. Bo'ldi deganman. Endi qarang, qizig'i men 5 yil uydan ketganimdan keyin pashti 5 yillar uyga bormaganman-da. Pashti 4 yil uyga bormaganman. Ota-onamni ko'rmaganman. 4 yil ko'rmaganman, faqat telefonda gaplashilgan. Men aytayapman, aka, men shuncha yil bo'ldi. Chet musofir yurtida yuribman. 2022-yil. Endi Oktagon ligaga kontrakt olgan paytim. Musofir yurtida shuncha yildan beri yuribman. Ota-onamni ko'rganim yo'q. Bitta endi orzu quyurardim, shu men ursam tribunada menga dadajonim bilan onajonim shu meni qo'llab-quvvatlab tursa degan misli bo'lardi. O'zimga havas bo'lgan. Havas quyurardim, orzu quyurardim. Shu Alloh berdi, menga Toshkentdan berdi. Bir Zo'rtova arenasida bo'ldi turnir. O'sha Oktagon liga birinchi marta O'zbekistonda turnir o'tkazdi. 5 yil bo'lgan. Boydan bir kun oldin dadajonim bilan onajonim kelgan Gastinsada. O'sha yerda ko'rishganmiz. To'g'risi uydagilar endi ancha bo'lgan-ku meni ko'rmagan. Yig'lavordi dadam, onam. Juda katta o'sha yillar endi Oktagon ligani birinchi boy bo'lgani uchun juda katta boy bo'ldi. Zo'rtova arenasi polni muxlislar bilan to'ldi. Dadam kelgan, endi meni saperligim bir 4 kun qo'yinga almashgan boshqa bir qirg'iz bola bo'ldi, qirg'izistonlik. Keyin men aytdim, farqi yo'q saperlik. Shu ota-onamni oldiga menga bitta chiroyli boy ko'rsatib beraman. Biz 3 raund urushdik o'sha bola bilan. 3 raundni ham o'z ustunligi bilan oldim men. G'alaba qozondim, xursand. Dadam tribunada nima deydi? Birinchi martada endi unday katta tribunaga borishi. Mana shunday bo'lib, keyin Oktagon ligaga borishdi. Sirazi kontrakt berishdi 3 ta boyga. Maqsadim o'sha bitta boy urushgandan keyin men o'zimga maqsad qo'ydim. Nasib bo'lsa, mana shu yil oxirigacha men kamarini olaman deb. Xudoga shukr, oldim. Kamar turibdi. Kamar turibdi, Oktagon ligani kamar turibdi. Ko'pchilik sportda yaxshi pul, gonorarlar zo'r, shuncha yutuq 9-0, shuncha gonorarni nima qilyapti degan savol bo'ladi-da bu insonda. Oktagon ligani gonorari hammasi har xilmi yoki bo'yga qarab gonorar beradimi? Hammasi har xil. Oktagon ligani gonorari bilmayman. Menga to'g'risi men uchun kam. Men endi o'zimga endi aniq summasini ayta olmayman. Men shu paytgacha olgan gonorarim rasxodlarimga yetmaydi. Da? Yo'q, 9-0 bo'lsa, shu baribir nima deydi? Примерно qancha средний хотя бы gonorari? Endi men nima deydi? 3000 dan tepa olaman, lekin bu 5 raundli boyga bunaqa gonorarlar kam deb o'ylayman, chunki mana 1 yilda mana Oktagon ligani ikkinchi turnirida meni qo'lim sinib ketdi-da, birinchi raundiga. Ha, jangda. Qo'lim sinib ketdi. Endi yutqazsam karyeramga juda katta nom bo'lardi. Boyni yutdim, qo'lim sindi. Singan holatda yutdim-da, Allohimga behisob shukr. Men pashta 1 yilim ketib qoldi-da, 1 yil yo'qotdim men. Восстановлениyaga. Ha, qo'lim yana singanda ham oddiy sinmadi, salgina nima deydi, yoqimsiz bo'lib sindi. Shu operatsiya qilib plastik qo'yishga majbur bo'ldik. Shuning uchun qo'limga keyin plastik qo'yildi. Plastikdan keyin yana sindi, keyin yana operatsiya. Короче, 1 yilda mana shu istoriya bo'lganda sizda. 1 yilda masalan men bilasizmi, qancha rasxod qildim. Oho, juda ko'p. Endi bilmayman, esimda. O'sha Oktagon liga ko'taradimi sport? Yo'q, Oktagon liga ko'tarmaydi. Ya sportdan masalan orttirilgan travmalarni o'zingiz ko'tarasiz. Oktagon liga qanchadir miqdor o'tkazib berdi. O'sha birinchi operatsiyamga men 3 ta operatsiya bo'ldim-da. Короче, plastina qo'ydi. To'g'risi $1000 Oktagon liga o'tkazib bergan o'sha yerda. Plastina qo'ydi. Undan keyin yana 2 marta Rossiyani o'zida 3 marta operatsiya bo'ldi. Demak, seriozno bo'lgan ekan. Yo'q, men hozir oxirgi zashitamga boyga 12 kun qolganga bokovoy svязкам yirtilib ketdi-da. Bu tizza juda yomon narsa. Buni ko'p sportchilar o'zi juda yaxshi biladi. Tizza nima deydi? Juda kech yaxshi bo'ladi. Juda vaqt kerak bo'ladi. 12 kun qolgan meni bokovoy oxirgi spari, ya'ni podgotovkani oxirgi kunida oyog'imda bokovoy svязкасы yirtilib ketdi. O'shani atmen qilib vaqtinchalik cho'zib tursa bo'lmaydimi? Bo'lardi, chunki boyim Toshkentda bo'lish kerak edi. Chunki svязка o'zi yirtilib ketdi deyapsiz. Qanday siz bo'yga chiqdingiz? Hozir endi qarab turib, men sizga hammasini aytib beraman o'sha bo'lgan voqealarni. O'sha boyga 12 kun qolganga yirtilib ketgandan keyin endi boyni nima qilamiz? Atmen qilamiz. Bir kechasi bilan uyqum kelmayapti, oyoqlarim shishib ketgan. Короче, kechasi bilan uyqum kelmayapti. Endi boyda deyapman, shuncha muxlislar. Men o'zim medikman, tasavvur qilyapman-da, u qanaqa narsani. Bitta oyoq shishib ketdi, ishonasizmi aka? Shunday nima deydi? Fiksatorda yurardim. Keyin Marat bilan o'tirib maslahat qildik. Marat ham oyog'i o'sha bitta boyda xuddi shunday bo'lgan. Chiqqan nima deydi? Davay dedi, короче, fiksatorda trenirovka qilib qolgan
necha kun, masalan 12 kun bordi, qolgan 12 kungacha fiksatorda yurib podgotovka qilasan deyishdi. Keyin men fiksatorda vesagonka bormi, hammasi bormi, fiksatorda oyoqni ushlab turish uchun fiksatorda qilganman. O'sha boyagi kuni kechasi og'riq qoldiruvchi lidokayinga nima deydi, bitta doktor travmatolog adrenalin, bu o'zingiz bilar ekan, adrenalin qo'shib urdi. Bu cho'zilish uchun-da og'riqlarni. Og'riq sezmadi, короче. Ko'rgan bo'lsa, saperniga men proxod kirib ketdi, chunki men oyoqni chustvasi ozgina o'lib qoldi. Mana shu boyda men shunday o'tkazganman. Men yutdim bitta oyog'ida, endi ikkita oyog'im ishladi-yu, lekin bitta oyog'imda anosi bor edi. Baribir Sizga двойной gonorar berish kerak edi. tushunmayapti, shuni ko'p kishi. Men o'yladimki, Anvar Abdullayev 9-0 har bittasidan o'rtacha 5 ming 10 mingdan olgan bo'lsa, Yo'q, aka, 5 ming 10 mingdan olsam men hozir kredit mashinalar yopib yuborgan bo'lardim. unga ham hozir qaytib kelamiz. Mana shu sportga ham endi xudo xohlasa mana yaqinda gapirib chiqdi. Shu muhtaram prezidentimiz chin muxlislari deb aytganimda har bir bo'lib o'tayotgan shu jang va holatlarni ko'rish bilan birgalikda oxirida chiqib mikrofonni olib gapirayotgan holatlarimga guvoh bo'lib kelyapsizlar. Ba'zi bir media tryuklar deymiz, hali heyt deydimi, shuni ishlayman deb bachkana ba'zi bir holatlarni ham yo'lga qo'yishyapti. Ancha haqiqiy sportsmenlar qoladi degan. Men juda ham xursand bo'ldim. Men haqiqatan mana shu nima deydim, o'sha sportda mana shu haqiqiy sportsmenlar degan gaplarni eshitib, men o'zimga nima deydi, bilasizmi? Как будто ana Azzak yana bitta Cobalt podarka qilganday bo'ldi menga o'sha gapni eshitib, to'g'risi. Ana shu gonorarga qarasak, men ko'pchilik baribir sportsmenlar bilan, siz bilan, boshqalar bilan aka-ukamday tanishib suhbatlashamiz. Gonorarlaringizda agar masalan shu insonlar bilan salomalik qilaman, faqat o'sha gonorarlarni men primerna bilaman-da, kimda qanchaligi. Nima uchun hammada har xil gonorar? Sizda boshqacha, Saturnda boshqacha, Taysonda boshqacha, boshqasida boshqacha. Nima uchun? Endi nima deydi? Hammani o'zining yo'nalishi bor. Mana Saturnga kelsak, Taysonga kelsak, ularda o'zining yo'nalishi bor. To'g'risi, ular o'zining ishini qiladi. Oktagon ligada unaqa nima deydi? Bularni media boys deydi. Bizlar o'zimda men nastoyashi boys deb hisoblayman. Ular o'zining ishini qiladi, kimdir baqirib, jang so'raydi, farqi yo'q. Bizlar spokойно, тихо, скромно chiqamiz va bizlarda vazifamiz jang qilish. To'g'risi, mana oldinlar hech nima deydi, uncha internetlarga ham to'g'risi yaxshi tushunmayman. Mana Instagram deydi, o'sha Instagramga ham juda yaxshi tushunmayman. Lekin ularda ishi shu Instagram, anavi PR, mana shu taraflama ketadi. Bizlardagi bu taraflama. Shuning uchun gonorar ikki xil. Men u yo'ldan keta olmayman, to'g'risi. Demak, bu gaplardan ma'no kelyaptiki, Tayson yoki Saturn ular bayis emasdi. Endi ular ham nima deydi, bayis emas deya olmayman, chunki ular ham hozir chiqib urushyapti, lekin ularda yengil boy. Mana bizlarga o'xshab urushmaydi, men aniq bilaman, 100% bilaman. Bizlar qilgan trenirovkani qiyin masalan. Yo, malades, ular ham nima deydi, trenirovka qiladi, hozirda urushib yuribdi-yu. Endi ular juda kech kirib kelgan, bizlar butun umrimiz shu sportga tikilganda. Bilmadim, bu men o'zimning fikrim. Bu mehnatni qandaydir baribir qadrlanishi bo'lish kerak deb o'ylayman. Mana Allohga behisob shukr, endi mehnat qadri bo'ladi. Shu sportga ham mana shularga ko'p chek qo'yildi. Endi bayeslar chiqib, Otabek Umarov aytishdi, bu dostoyniy bayeslar, mana bularni PRchilarni kamaytirishimiz kerak deyishdi. Endi o'shalarga chek qo'yilyapti asta-asta. Nimaga siz chiqmayapsiz? Oktagon liga jang ber deb PR qilib chiqyapsiz. Mana hozir PRga mana shuncha gap bo'lib ketdik, hali mashina temasiga ham qaytamiz albatta. Bu mashina temasiga qaytsak o'shanda men o'zim uni. Yo'q, nima uchun o'shanday qilib jang so'ramas, o'sha PR qilmadingiz siz ham? Nima uchun men PRga kirmadim? Nimaga desangiz, chunki men o'zi PRni yoqtirmayman. Ertaga bizlar to'g'risi qishloqda tursak ham, men otam aytganda, nima yesang, bu halollab ye. Men bu gapim bilan birov kimdir harom, kimdir halol yeydi deyotganim yo'q. Ko'rsalar meni ertaga mana shuni jang ber yo u bu qil deb ko'rsalar, to'g'risi menga gapiradilar, "Sen nima qilib yuribsan?" Ertaga men ularga bir yomon gap kelishini xohlamayman. O'zim unda yo'limni tanlaganman, skromni yurib, shu hamma bilan bir xil gaplashib ketaveraman. Shuning uchun Oktagon ligadan o'tib jang so'rab, anaqa qilib PR qilish degan anomim yo'q, odatim yo'q. Nima deb o'ylaysizmi? Agar jang taklif qilsa, вообще birinchidan bu bitta ikkita savol bo'ladi. Mana shu Saturn yoki Tayson sizga jang taklif qilsa, chiqasizmi? Yo'q, aka, ular bilan to'g'risi ularning yo'li boshqa, ular men bilan. Yo, haqiqatan ham jang ber desa,
Siz tushasizmi jangga? O'zbek hech kim bilan men urushmayman sanam shu paytgacha o'zbek bilan urushmaganman. Bizlar O'zbekistonda iloji boricha bayrog'ini yuqoriroq ko'tarishimiz kerakda boshqa davlatlar bilan masalan. Молодец. Bu gapingizga вообще men Bizlar addushim. naborat hamma o'zbeklar bir bo'lib, mana hozir endi juda bizlarda ham MMA rivojlanib ketdi-ku, Allohga behisob shukr. Biz hammamiz bir bo'lib O'zbekiston bayrog'ini chetlarga borib, balandlarga ko'tarib, o'sha bir tanitishimiz kerak o'zimizni vatanimizni. Просто tasavvur uchun Tyson yoki Saturn bilan jang qilsangiz, qanday tugatdi bo'laysiz? Endi bilmadim. Bir nima deyishga ham odam hayronman. Men o'ylayman, bir raund yo 1-2 minut agar meni vesimga kelsa va aniq bilaman shu 1 minut. 1 minut. Agar meni vesimga kelsa. Zashtat qila olasiz kamarni. 1 minutdami qilaman. Ko'rdingizmi, choy qanaqa choy? To'g'ri gapirtiradigan choy ekan. Keling Anvar, mana bu hozir shov-shuvga ko'tarilib ketganingiz. Aka bilan qanday tanishgansiz? Qayerda tanishgansiz? Qanday bunday ishlar bo'lib ketdi? Hozir mashina qayerda u? Rahmon aka bilan endi mana shu Podarka qilgan mashinasi. yo'q, podarka bo'lmagan mashinaga. Hamma shunaqa deyapti-ku. Qarang, bunday bo'lgan. Bizlar men oxirgi boy yutdim. Kamarimni yutmadim, oxirgi boy kamarimni zashita qildim. Keyin tushib keldim. Bugun Sport Farruh aka keldilar. O'zimizda bitta akamiz bor, Rahmon aka dedi. Hozir sportchilarga yaxshi yordam qilyaptilar dedi ishdi. Keyin Rahmon akaga bitta video qildik. Что Farruh aka aytdi, hozir bitta video qilib sizda ana video qilib jo'nataman. Keyin aka bilan ko'rishamiz. Sizga ham endi biz hamma sportchi MMA sportiga kiramiz. Kimdir sal bo'lsa ham o'zini nima deydim, zarabatovat qilish uchun kiradi-da, ozgina bo'lsa ham bo'lmasa, chunki bu sportda ham oson bo'lmaydi. Keyin aytishdi, senga vнимание qiladi, sponsor qiladi, может senga biror nima yordam qiladi, vitamin. Endi не только vitamin, shu hayotingga ozgina yordam qiladi, sal bo'lsa ham o'zing tiklab olasan deydi. Men aytdim, bo'ldi, zo'r bo'ladi, qaytamanga ham yaxshi-da. Demak, Farruh sababchi bo'lganda. Farruh bugun Sport Farruh aka. Keyin biz video qildik, oradan bir oylar o'tgandan keyin shu Rahmon aka bilan qildik. Aka aytishdi, bir ofisga keling, davay o'tirib gaplashaylik dedi. Bordim ofisga, ofislariga bordim. O'sha Lider Avtos, o'sha ofis ham bitta joyda ekan. Lider Avtositemi o'sha yerda. Rahmon aka oldiga bordik, keyin aytishdi, davay deb, uka men 1,5 ming sizga yordam qila olaman dedi. O'sha endi tema bo'lish, o'sha undan bir 7 oy, 6 oy oldingi holat. 1,5 ming men sizga yordam qila olaman dedi. Короче dedi, nima yordam qilay dedi. Men aytdim, nima yordam qila olasiz dedi. 1,5 ming dollar qilaman. Agar mashina olsangiz, men dedi, bankdan yana 1,5 ming sinimat qilaman, 3 ming yordam qilaman dedi. Men aytdim, aka bo'lmasa bitta endi yoshligimda orzum bo'lgan qora Gentra. O'zim oq Gentrada yurardim endi. Uydagilarning mashinasini minib yurardim. Shu mexanika deyin, orzum shu qora Gentra olish. Yaxshi niyatim shu edi, bunday aytganda. Katta bolalarning mashinasi deb qora Gentra olishdi. Keyin Rahmon aka nima yordam qila olaman deganda, men aytdim, aka, bo'lmasa bironta mashina qilib bering menga. Kakras agar 3 ming yordam qiladigan bo'lsangiz, o'sha 3 ming bosh to'loviga to'lab berasiz. Kakras buyog'i arzon chiqib qolsa kerak dedim. Arzon chiqib qolsa kerak deb siz uni kreditga olmoqchi bo'ldingizmi yoki u yordam bering dedingizmi mashinaga? Men aytdim, o'sha beradiganingizni bosh to'loviga to'lab bering. U aytdi, bo'ldi dedi, sizga bitta mashina qilib beraman. Tanlang dedi. Xohlang Cobalt tanlang, xohlang Gentra. Men aytdim, men Gentra tanlayman. Gentra, qora Gentra kerak dedi. Bo'ldi dedi. Короче, men bitta Gentra yoqdi menga. Yurgani 51 ming yurgan bir qora Gentra bor ekan. Короче, shuni ana qildi. Bo'ldi dedi. Keyin tan narxini aytdi, davay dedi, 17 ming. 17 ming dollar. 17 ming chiqarib berdi. Keyin bosh to'lov. O'zimizda shuncha qimmatmi mashina? Yo'q, 14-15 ming o'zi kerak endi. Yurgan mashina 17 ming. Yo'q, endi menga shunday yoziladi o'sha tanish bilishga. Tanish bilishga. Keyin aytishdi, davay bosh to'lov mendan dedi. Короче, boshiga birinchi oylarini dedi. Keyin Rahmon aka aytishdi, siz dedi, agar dedi, men aytdim, yaqinda boyim bo'ladi aka. Inshaalloh dedim, nasib chiroyli g'alaba qilib sizni ham uyaltirmayman dedim. Rahmon aka, bo'ldi, bo'lmasa dedi 3 oy to'lab tura olasizmi dedi. 3-4 oy. Keyin hisoblab ko'rdim, 3-4 oy to'lab tura olaman dedim. Chunki bir ikkita akalarimiz bordi, u yoqdan to'lab, agar dedi, bo'ldi dedi, kakras dedi, 3-4 oy to'lab tursangiz, boyingizga boraman dedi. Chiqib dedi, meni o'zim dedi, agar yutsangiz kulish beraman dedi. Keyin mashina polni o'zim nomiga o'tadi dedi. Boyimiz bo'lish kerak edi. Qozog'istonda men oxirgi zashita qilishim kerak edi. Keyin sapernigim atmem bo'lib qoldi. Sapernigim travma bo'lib qolgan ekan. Meni boyim atmem ketdi. Keyin men Rahmon akaga telefon qildim. Aka, meni boyim atmem bo'lib ketdi. Siz dedim, endi meni boyim atmem bo'lib ketdi. Siz birini yordam qilib turing. Nasib bo'lsa, addushi men dedim, sizga dedim, yaxshi rezultat qilib beraman.
sizda mana qilmayman dedim. Endi Rahmonali aka, men o'ylaganim sportchilarga yordam, podдержка qilaman. Endi bizda podдержкani shunday deb tushunamiz-da. Podдержка bo'lsa, mana davay san bosaver, bu yog'ini men cho'tki qilaman. Sen faqat chempion bo'l, men akalaringni esingdan chiqarmasang bo'ldi desa, biz qilamiz. Sopernigim aytib qoldi, Rahmonali aka aytdi, bizni kelishuvimiz bunday bo'lmadi. Endi men yarmini to'layman dedi. Endi tipa men o'ylayman bu как на prinsip bo'ldi, что bu keyin bildim. Yordam berish emas, qanaqadir sportchiga keyin o'sha yordam beradigan odam aytadi, "Men ol, короче, addo'sha sen liba men to'lab turaman, keyin menga sen qilib beraverasan" desa, men uni ham cho'tga tushunib o'zim qilib berardim-da. Keyin bunday qildim, o'sha Demak, отказ qildi keyin. Ha, yo o'sha yarmini bizni kelishuvimiz bunday emasdi. Mana shu kun siz urisha olmadingiz, uka. Endi sizga men 150 millionlarni to'lab beraman. Mashina 308 million chiqqan. Общий summasi. Oyiga 9 million. Men короче bir 2-3 oy to'ladim. Keyin вообще o'sha qiyin bo'lib ketdi aka. Men tем более bir официальный biron joyga ishlamayman. Hech joydan официальный pul kelmaydi. O'zimizga yaqin akalar bu yordam berib turadi o'zimizdan, ish yerdan. Aytdim, aka, yordam qilib turing. Rahmonali keyin 1 oy to'lab berdi. 1 oy to'lab berdi. Aka keyin yana o'sha 2-oy keluvdi. Keyin Rustam aka bilan ikkalasi. Rustam aka bilan borib uni qildik. Rustam akani menga o'sha yerda ochig'ini aytsam, Rustam aka $200 beruvdi. O'sha $200 olib keling, men qo'shib to'lab yopib beraman dedi. Короче, o'sha kunlari O'zbekistonda faqat nima deydi? Bunga telefon qilaman, unga telefon qilaman. Men qaytarib beraman, aka, shuni birontaga o'tkazib bering ham deganman. O'zlari Rahmonali aka может videoni ko'rib qolsalar biladilar. Ha, mashinada o'zi qaytarib aka mashina oling. Ha, chunki menda faqat xayolimda o'sha mashina temasi bo'lib qoldi-da. Mana pulni qayerdan olaman? Har kuni bankdan telefon bo'ladi. Aka dedim, shuni birontaga qaytarib sotaylik. Men dedim, Rahmonali aka aytdi, o'sha buni iloji yo'q endi dedi. To'laysan. Endi liba to'larish kerak. Liba masalan bir o'sha bir 4-5 oy to'lavdik, o'shalarga kuyib, короче, shunday mashinani olib borib bankka topshirib yuborish kerak ekan. O'sha oldin dogovor degan narsa bo'ladi-ku, o'shanga o'qib. Endi xursandchilik bo'lgan, mashina oldim, даже ishonasizmi? Anoga ham qaramaganman, endi Gentra olyapman. O'ylab ko'ring. Anavi Gentra olyapman, tem bo'lib o'sha Siz o'ylagansiz-ku, uni podarka как поддержка deb o'ylagansiz. Men endi sportchilarga podдержка, addosh yordam beraman degan Rahmonali aka, ha unday qilib yordam beradilarmi dedim. Keyin nima bilan qanday tugadi? Keyin Rahmonali aka menga 21da Toshkentda urishim kerak, aytdi, agar 21da Toshkentda ursangiz 150 million chiqaman, agar yutsangiz qilib beraman dedi. Xo'p dedim. Keyin men O'zbekistonda yurdim. Anga bir ikkita bratlar bo'ldi, короче, sen davay, sen bor podgotovkangni qilgin, boy senga 100% boy qilinadi. 1 oy oldin. Men 1 oy oldin Sankt-Peterburgga keldim, podgotovka, kuniga 3 mahal trenirovka. Keyin keldim. Sopernik tashlamayapti-da, boyga 20 kun qolyapti ham, 15 kun qolyapti. Men telefon bratlar, o'sha menejer, men boy organizator qilayotgan odam. Nima bo'ldi? Men boy urishim kerak. Men aytdim, meni kreditim turibdi, mashinam turibdi. Men ularni yopishim kerak. Boy nima bo'ldi deb men telefon qilyapman. Bugun, erta bo'ldi, короче. Aytdim, akalar, boy u neprofessionallik, что bu boyga chiqish kerak, normalniy sopernik bilan chiqishim kerak erta bir kun. Men 9:0 bo'lib turib, qayerdagi bir ko'chani bolasini ursam, u ham men o'zimga to'g'ri kelmaydi. Reputatsiyaga to'g'ri kelmaydi. Конечно, aytadi, bu deydi, chiqib bir ko'chani bolasini yutib qo'yibdi-ku deydi. Keyin aytdim, o'sha bir hafta qolgan Rahmonali aka chiqyapti. Rahmonali akani nima deydi, Octagon Liga bilan, Octagon Liga mendan interesovat qilganga, через bir bizlarning akamiz orqali aytdi, shu qanaqa odam deganga, men yaxshi odam, shu mashinaga yordam beryapti to'lashga deb aytganimga, qayta bir tanishtirib qo'ya olasan deganga, men ular nomerini berib. Demak, sizga mashina bergancha Octagon Liga bilan bular tanish bilish bo'lmagan. Yo'q, tanish bilish bo'lmagan. Octagon Liga bilan yaqinda tanish bo'ldi Rahmonali aka. Mana shu u boy Toshkentda o'tadigan payt, короче, mendan nomerini so'radi, men berdim, telefon qildim, shu bu Octagon bular borib ko'rishib gaplashgan, Octagon Liga bilan keyin shuni sponsorskiy bo'lib ishlagan bular. Qanchadir miqdorda endi ular o'zi biladi. Logotipi oxirgi boyda ko'ringan bo'lsangiz qo'yildi Octagon Ligaga. Lider Avtositin logotipi. Bu получается bunga sababchi siz bo'ldingiz-da. Endi bilmayman kimdir hozir deyish, lekin bularning nomerini topib, men o'zim haqiqatan yaxshi o'zimizni brat deb men Octagon Liga aytdim. Tavsiya qilgansiz. Ha, tavsiya qilib nomerlarni berib, akaga aytdim, telefon qiladi sizga shunday Octagon Ligadan. Endi iloji boricha men o'ylayman, chunki men bo'lmasam ham ular o'zlari qidirib kelar, lekin salgina turtki berishib yuborgan odam bo'lsam kerak. Boyga bir hafta qoldi, Rahmonali aka menga telefon qildi-da, uka dedi, "Если dedi shu 21da urushmasangiz dedi, siz bilan kelishuvimiz atmen bo'ladi" dedi. Keyin men o'ylab qaradim. Esli dedim, Rahmonali aka bunday deb chiqyapti. Men dedim, keyin telefon qilyapman, Rahmonali aka shunday deyishdi.
21da urishmasangiz boy aytmen menga boyni gonorari kerak emas dedim. Bez gonorar borib urishaman. Bitta yaxshi boy tashkillashtirib beringlar. Чтобы men kredit masalasidan endi 150 million to'lab berish kerak. U ham juda 150 million to'lasam menga где-то men bir pashti yana pichib qo'ysa mashinani nima deydi? Ancha yil to'lamasa ham shu sport qilaversa bo'ladi-da. Aytdim shunday deb tushuntirdim. Qarochi men 21da urishmasam Rahmon aka menga aytdi, bizlar kelishuvimiz buziladi. Keyin men to'lab bermayman, o'zingiz bilasiz dedi. Boy qilib beringlar menga dedim. Bugun уже qarochi menga соперник chiqmadi-da. Keyin Rahmon aka bo'ldi, uka endi o'zingiz qilavering dedi. Nu keyin bu men xalqqa bildirib qo'ymoqchi edim. Men bu mashinani hech qanaqa menga anaqa qilmagan. Ko'pchilik o'yladi, Rahmon aka Anvarga mashina podarka qilgan. O'zimdan ham masalan ko'chada yursam, mana ana Lider Auto City podarka qilgan mashinamda ko'pchilik so'rardi-da mendan. Rahmon aka podarka qilgan mashina shumi deb so'rardi. O'sha odamlarga keyin men bildirib qo'ymoqchi edim, mashinani kreditini o'zim. Mana kreditga to'g'risi yordam bergan mana bitta yaqin jo'ram, ismi Feruz, O'zbekiston Toshkentda bizlar u bilan birga trenovka qilganmiz. Shuni ham aytib o'tib ketay, chunki o'sha bola oshna senga Sampaka sport qilgan. Bizlar chunki birga trenovka qilganmizda, sportchi tushunadi. O'sha Feruz oshna sen paket trenov sportingni qil, mashinangni kreditini men yopaman deb menga 50 million mashinamga yopib berdi-da. Qarang, to'g'risi ko'p og'aynilarim ham bunday qilmaydi-da, lekin hech qayerdan oshnam kelib menga sponsorlik qilyapti shu oshnam hozir. Masalan, Pitaniyaga qanaqadir o'sha mashina hozir ham mashinani krediti bor 140 million. Hozir ham qarang, shuncha yopib 6 oy yopganmiz. Yana bir 50 million yopildi. Hozir ham 140 million bor. Xo'sh, men o'zimga xulosa qildimki, demak u Bratga yordam bergansiz, Brat Octagon ligaga o'tib, 21-kuni jang bo'lish kerak, qandaydir jang bo'lmay qoldi. Shu bilan mashina temasi. Kredit to'lab yuribman deng. Hozir to'lab yuribman, 140 million bor mana. Yana mana bilmaganlarga. Endi oldin aka-ukasiz bo'lgansizlar, boshqacha hozir qanday отношения, suhbatlashish? Yo'q, hozir ham bor. Rahmon aka отношения hozir ham. Endi Rahmon akaga men aytdim, men Rahmon aka haqida bir yomon video, yomon gap gapirman. Prosta shu bor narsani ochiqini men aytib o'zimdan qo'shib Rahmon aka bir ikkita videosiga to'g'risi aytdilarda, men ko'rdim, mana shu nareska Instagramda ko'rdim. Anvarga men Spark ol degandim, Gentrani to'lay olmaysan degan videolarini ko'rdim o'zim Rahmon aka. Men lekin Rahmon aka oldiga Gentrada borganman, oq Gentrada men. 459 Gentrada borganman. Mexanika. Men endi orzum qora Gentraligi uchun Gentra olganman. Agar Spark olib mingim kelganda o'sha Gentrani sotib Spark olib minaverardim. Men nima deydi, niyatim bo'lgan Gentra olish. Shuning uchun Gentra olganman. Rahmon akalik u qo'ygan gaplari, u qo'ygan videolari men Spark olish xayolimga ham kelmagan. Shu hozir bilmayman, Rahmon akaga menga oxirgi marta aytishdi, "Davay, uka, shu temani yopaylik." Men aytdim, "Aka, men yopib bo'lganman o'sha temani, bo'ldi" dedim. Men o'sha endi Alloh bersin, o'zim asta-asta shu to'layman dedim. Endi bu qilaman, boylardan yutaman. Boylarda to'g'ri gonorarim yetmaydi-yu yopishga, lekin endi shu videodan keyin gonorarim ko'tarilar. Qani ko'tarsa. Keling, mana shu narsani davom etkazadigan bo'lsak, bu meni o'zim ham hayron qoldim. Bunaqa narsa chiqib ketdi. Hamma gapira boshladi, sovg'a qilganda, podarka qilganda, sovg'a qilmagan, boshqa deganda hamma joy gapirib chiqdi. Даже endi kimligini aytib o'tirmayman. O'zbekistondan tashqari bo'lgan insonlar ham mana o'zbeklar mana bir nima qilyapti degan joyda bitta o'zimizda mujik chiqib, Aziz estet chiqib, sizni shunday chaqiryapti-yu, shunday mashina beryapti. Qanday bu? Kutganmidingiz? Yo'q, to'g'risi men ощущение u qanaqa bo'ldi? Qarochi, men o'sha juma kuni masjidga chiqdim. O'sha masjidda nima deydi, masjid namozini o'qidimda obedga ketdim. Obedlanib turdim. Juda notanish Telegramdan menga assalomu alaykum, svязga chiqib olasizmi deb Aziz akani ukalari chiqdilar. Aziz estetni ukasiman deb chiqdilar. Keyin aytdim, chiqib olaman deb. Shuni telefon qildim. Keyin gaplashdik. Uka, men Aziz akani o'zlari ekan. Ismim Aziz, estet ko'rgan bo'lsangiz dedim. Men aytdim, Aziz akani juda yaxshi tanirdim. Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib yurardim-da. Men shu odamni Aziz estetman, sizga bir arzimagan sovg'amiz bor. Siz kela olasizmi? Arzimagan bir sovg'amiz bor degan. Ha, lekin arzimagan. Aziz aka menga shunday deb, "Men senga mana beraman, u beraman" degani yo'q. Uka dedi, "Bir ko'risha olamizmi siz bilan? Bir arzimagan sovg'amiz bor" dedim. Men Aziz akaga aytdim, "Aziz aka, jonim bilan ko'rishib olamiz-ku. Men chet davlatdaman, musofirdaman, Sankt-Peterburgdaman" dedim.
bo'ldi men sizga dedi bilet olaman bugunga dedi. Siz bugunga kela olasizmi dedi. Men aytdim siz qachon bilet olsangiz men bora olaman dedim. Keyin Aziz aka srazi bir yarim soat o'tmay menga pasportlarimni so'rashdi. Men pasportlarimni tashlab berdim. O'sha kun kechqurunga bilet olindi. Srazu bir kunda bo'ladigan narsa. Bir kunda bo'lib ketyapti-da Samarqandga. Men endi to'g'risi aytaman, bu hamma ham bo'lsa kerak. Xayolda bilasizmi nima deb o'ylaysiz? iPhone 17 Azak, vo, kakras. Xayolda aytyapman-da, menimcha deyapman, iPhone 17 mi ekan? Qanaqa narsa ekan? Yo, ko'nglim bir mashinami deyapman, bir Sparkmi, yoki telefonmi? Ayni uyqum kelgan. Yoki kreditga kiydiradimi? Yo, Azaka boshida aytdi, "Malik tog' siz dedi, keling dedi, gaplashamiz, sizga dedi arzimagan sovg'amiz bor. Suhbat qilamiz dedi, arzimagan sovg'amiz bor, biletingizni olib beraman, bir kunga kelib ketsangiz bo'ldi" dedi. Men aytdim, bo'ldi. Молодец lekin. Keyin qarochi borganman Samarqandga, srochniga bilet yo'q edi o'sha kun. Ha, Toshkentga yo'q, Samarqandga olgansiz. Ha, qarochi Samarqandga, yo Piterdan Moskvaga, Moskvadan Samarqandga, Samarqanddan taksida qarochi ertalab yetib boryapman-da, o'sha bir kunda bo'layotgan voqea. Boryapman, Azaka lakatsa tashlayapti. Shunday lakatsani qarasam, o'sha Lider Auto City'ning yonidan tashyapti lakatsa. Voy dedim. Aka dedim, bu lakatsangiz qayerda desam, sizni kreditga chaqiryapmiz deb Aziz aka hazillashyapti-da. Ya aka desam, yo'q, kelavering, shu yerda ofis yerda deyishdi. Keyin borsam, o'sha qanaqadir avtosalon ekan, u ham o'sha Lider Auto City'dan gidetda bir 50-60 metr uzoqlikda ekan, yo'lni bu betida ekan prosta. Shunday qarochi gaplashib o'tirdik. Keyin Aziz aka ras cho'ntagidan Cobalt'ni ключini chiqardi. Ukajon, mana shu mendan arzimas ham sizga sovg'a. Qarochi Aziz akani o'zini spetsialniy komandasi bor ekan, shu u bu qilib odamlarga yordam, kimgadir anav qo'yar ekan. Men dedi, sizni dedi avvallari ko'rardim, lekin bunaqa chempion, oddiy jaydari bolalaringizni bilganim yo'q edi. Ana hozir sizga andushi komandamiz nomidan bittasi Cobalt dedi. Vashi bilasizmi, o'sha yerda o'zimga sig'may ketdim. Chunki hech kim unaqa katta sovg'a bermaganda. Men endi Получается, sportdan eng katta olgan sovg'angiz mana shu bo'lyapti-da. Eng katta olgan sovg'am birinchi ochiratga obro' e'tibor olganman. Keyin mana Cobalt bo'ldi. Молодец. Vot. Shu keyin Aziz aka aytdi, endi o'tirdik, gaplashdik. Buni dedi, endi nima qilasiz dedi. Daji hech kim bilgani yo'qda, men Toshkentga uchib borganman. Aziz aka dedim, men orzu qo'yardim. Buni men o'ylayman, buni hamma inson, hamma sportchimi, qanaqa soha egasi, hamma ota-onasiga bir umraga jo'natishdi, liba mashina olib berishdi, liba qanaqadir qimmatbaho narsa olib berishdi orzu qiladi-yu. Endi любой farzand baribir. Любой farzand. Masalan, men orzu qilardim, shu dadajonim bir eski mashinada yurardi-da. Men o'zim Gentrada yuraman, kreditda bo'lsa ham, aytardim, buni olib haydab yuring desam, yo'q. Sen haydayver, sen ko'chada yurasan, menga bo'ladi. Dadam tog'da yashaydi. Menga bo'ladi shu Cobalt, eski Cobalt, 2014-yilmi, 2012-yilmi Cobalt. Har bir 2 yilga bir remont qilib berardim, yurardi. Keyin men Aziz aka nima qilasan deganga men aytdim-da, dadajonimga sovg'a qilaman. Hali o'zi bilmaydi borganimni. Borib mana shu sovg'a qilaman. Kakras bir haftacha oldin dadam bilan gaplashib o'tirdim-da, nasib bo'lsa keyingi jangimdan sizni mashinangizni inshaalloh yangilab beraman deb yurardim. Aytganim yo'q edi, men o'zim bilganim yo'q edi Aziz aka mashina padar qilishini. Shartda men aytdim, shuni olib borib dadamga padarka qilaman. Hech kimga aytmadim, to'g'risi. Bitta katta akamga aytdim. Dadamga aytinglar, shu bu Anvar mehmon olib kelyapti, tipa uyga og'aylarni chaqirib turinglar. Shu bu dadamga mashina sovg'a qilmoqchiman. Uydagilar vobshe xursand, o'zida yo'q. Keyin endi u toqqa hech kim nima deydi, unaqa katta sovg'a bir-birovga sovg'a qilmaganda, endi mashina, unaqa narsa hech kim bir-birovga sovg'a qilmagan. Keyin endi biroz bo'lsa muncha bo'ldi, dadajoniga chiroyli qilib deb oldilariga endi ko'rib yurardim, Instagramdan odamlar sovg'a qilardi dadajonimga. Ko'rdim videongizni. Mana xuddi o'sha anomda dadajonimga deb sovg'a qilib bantiklar yopishtirib, o'zim haydab bordim. Qarochi qishloqdan hamma qarayapti-ku, orzum amalga oshdi deb. Borib dadamga berdim. Dadam o'zida yo'q, xursand. Hozir Xudoga shukr, yangi Cobaltchada aynalib yuribdilar. Hozir suhbatimiz asosan sizni iskrinni ochishda. Qayerdansiz, qayerliksiz, nima ish qilasiz, qanday bo'ldi shov-shuvlar? Yana bitta savol keldi. Bu hayotda qo'rqadigan narsangiz nima? Bu hayotda qo'rqadigan narsam birinchi ochiratga bu ota-onamni yo'qotishdan qo'rqaman. Aka-uka qarindoshlarimni nima deydi. Shuning uchun men o'zim ko'p musofirda yuraman. Har doim men xushim, hayolim o'sha ularning sog'ligi yaxshimi, umi. Birinchi ochiratga o'shalardan qo'rqaman. Hayotda qo'rqadigan narsam. Keyin hayotda mana ошибка qilib qo'yishdan qo'rqaman, qanaqadir xato qilib qo'yishdan qo'rqaman. Bu sport orqasidan ketyapmiz. Kelajakda o'zingizni qayerda ko'ryapsiz? Kelajakda inshaalloh o'zimda men UFC'da ko'ryapman. Aniq bu
o'zim shu Allohim meni sog' salomat qilib qo'ysa, aniq men 1-2 yil ichiga boraman. O'zim yozib katta proyekt qo'yganman. UFCga chiqib shu bir vatanimiz, ota-onam, butun xalqimiz bir suyadigan bir chiroyli o'zimni nima deydi UFC chempioni bo'lib, o'zimizni bayroqlarni chekkaga ko'taraman deganman. Shu o'zimni UFCni chempioni bo'lishiga ko'ryapman aniq. Omadingiz bersin. Biz ishonamiz, chunki shunchalik yo'llardan o'tib kelyapsiz. Ha, inshaalloh. 18 yoshda Rossiyaga kelib, boshqalarga o'xshab kayfga berilmasdan sportga berilib, shu darajaga yetib kelyapsiz, demak, UFC ham yaqin qoldi. Inshaalloh yaqin qoldi. O'z viza bilan shug'ullanyapmiz. Men UFC temasiga keldik. Men inshaalloh shu yil oxirigacha vizamiz chiqsa, o'sha Amerikaga boramiz. Shu Amerikaga endi asosiy viza-ku. Rekordimiz bizlarda sportivni darajamiz hammasi UFCga to'g'ri keladi. Men o'zimni sport darajamni to'g'ri keladi deb o'ylayman. Chunki hozir viza bilan shug'ullanyapmiz. Vizamiz chiqishi bilan Amerikaga boramiz. Bitta ikkita boy qilamiz, keyin UFCga inshaalloh. Mana hozir keyingi bo'yingiz nechinchida? 19-dekabrda bo'lishi kerak Toshkentda. Toshkentda bo'ladi. Humo arenada. Kim? Sopernik kim? Aniq bo'ldimi? Sopernik hozircha непонятно bo'lib turibdi, chunki boygacha hali 2 oy bor. Sopernik o'zi Metro Lublino deydigan bir boyes bor, bilsangiz. Mana buncha anaqa qilmagan. Shu oxirgi boyda u yutdi, men o'sha primoyda ko'rib turdim. Shu vizit tashadi, kamarga urishdi. Menga именно ismimni aytib tashamadi, u kamarga urishdi, so'radi oktagonligidan. 66 ga. 57. 57. Kamar menga turibdi. Значит, u men o'zimga qabul qildim, что menga vizif deb qabul qildim, chunki u aytdi, men kamarda olmoqchiman dedi. Kamar boshqa bo'lmasa 57. 57 da u kamar boshqa yo'q to'g'risida. Men aytdim, men o'zimga deb o'yladim. U oktagonliga ham aytishdi, shu bunga titulni shans beramiz, kamarga bitta jangga shans beramiz deydi. Endi o'sha bilan bo'lish kerak edi. Hozir 1-2 kun bo'ldi, oktagonliga menga boshqa boyes tashiyapti. Bilmadim. Hozircha noma'lum bo'lib turibdi. Bo'sh, bu videomiz chiqqancha yana baribir 1 kun montajlarga vaqt ketadi. Может, agar mana shu ekranga qo'yib ketamiz boyesni. Demak, 19-dekabrda Toshkentda Humo arenada bo'ladi. 19-dekabr Toshkent Humo arenada bo'ladi. Hozir necha yoshsiz? 26. 26 yosh. To'y qachon Anvar? Ko'pchilik savol beradi, aka to'y qachon deb, lekin ertaroq uylanish kerak. Endi mana shu to'yni o'zi oldinroq qilishim kerak edi, mana bir 2-3 yil oldin. Sal kechikdim, nima uchun mana shu sportga anaqa qildim, lekin ertaroq uylanish kerak. Inshaalloh shu kamarlarni zashita qilib olaylik. Hozir kelin bormi? Kelinam. Savolni javobsiz qoldirib qo'yaylik. Demak, Anvar hali bo'ydoq. Telefon raqamlaringizni qoldiraymi? Yo'q, vizitkalar qoldirib qo'yamiz. Hammaga qiziqdi Anvar. Sankt-Peterburg shahrida Anvar Abdullayev bir oyga qancha daromadi bor? Sankt-Peterburgda данное время hozir meni hech qanaqa daromadim yo'q. Вообще. Hozir oldin stroykada ishlardim. Stroykada ishlab shu oyiga masalan 50-60 ming rubl ishlasam, o'sha daromadim o'sha 50-60 ming rubl. Hozir bu yerda hech qanaqa daromad yo'q-da. Yo'q, hozir daromad yo'q. Hozir bu yerda. Mana ko'rdilaring, Anvar Abdullayev Sankt-Peterburg shahrida faqat sport, hech qanaqa daromad yo'q. Men o'ylagandim oyiga 10 ming topadi deb. O'shaning uchun sportsmenni podдержка qilish kerak. Mana bugundan boshlab biz akkauntlariga yordam beramiz. Reklama bo'yicha mana shu yozilgan описаниеda yozilgan telefon raqamlariga chiqsalaring bo'ladi. Bu ham podдержка bo'ladi, ham o'zlaringni bizneslaringda chiroyli qilib razvatsiya qilishga yordam bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. Bemalol qanaqadir reklama bo'lsa, raqamga murojaat qilib raqamlar qo'yiladi, o'shanga murojaat qilasizlar. Bugungi suhbat uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat. Bu meni birinchi marta olinadigan podkastim. Agar menda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta o'z fikrlaringni mana shu podkast haqida mana shu kommentariyada qoldirsalaring, albatta bundan keyingi chiqadigan videolarga bo'li aktivroq, o'sha qanday tutish kerakliklari, qanday savollar berilish kerakliklariga e'tiborliroq bo'lamiz, chunki sizlarning podдержкаларing bizlarni ishimizni, sportda ham, hamma sohada bu ko'radigan insonlar podдержка beradi. O'shaning uchun sizlarning podдержкаларing kamchiligimizni aytib, like, kommentariya deydi-ku, shunaqa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana ko'rishguncha o'zlaringni asranglar. Sizga ham katta rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. Ko'rib turgan zritellarga ham. Menda ham qanaqadir kamchilik, nimadir noto'g'ri aytgan bo'lsam,
oldindan uzr so'rayman. Lekin bu choy to'g'ri gapiradigan choy edi. Choy lekin haqiqatan ham to'g'ri gapirtiryapti. Shu nima deydi? Qo'llab-quvvatlab turinglar. Inshaalloh gap. Alloh nasib qilsa o'sha UFC ligasini chempioni ham bo'lamiz, o'sha ligaga ham chiqamiz. Alloh Inshaalloh. tanijonimizni sog'ib qo'ysa bo'ldi. Qanaqadir kamchilik bo'lsa yozib ketinglar haqiqatan ham kommentariyasiga. Menda ham masalan o'zim kirib ko'raman. Qayerda to'g'irlash kerak bo'lsa to'g'irlaymiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.